Opa, men qornim ochganiga chidayman. Lekin sovqat ketdim. Oyim hali beri kelmaydiganga o'xshaydilar. Opa, meni qornim to'ymadi. Non topib olib kirmasam, ukalarim och qoladi-ku. Hozircha non yeb turaylik. Ey, shovqin qilmalaring. Farzandlarimni boshiga it kunini solayotgan ekansan. To'g'rimi? Sizni umuman ishingiz bo'lmasin. O'zim bilaman nima qilishni. Aql o'rgatmang. Qozonda ozgina ovqat qolgan. Shuni tagini qirib bo'lsa ham o'zingizlar yeb olasizlar. Tushunarlimi? Yana non kerak bo'lsa, tortinmasdan kelavergan, xo'pmi? Ha, Endi bularni issig'ida yeb ol. rahmat. Urre, non topdim. Sovqatib ketyapman, opa. Hozir. Sizni yaxshi ko'ramiz, dada. Siz avval erlik qilib qo'ying. Keyin otalik qilasiz. Onang yaxshi bo'lganda senlarga shunaqa tarbiya berarmidi? Ha? Onamga insof ber. Biz uni juda ham yaxshi ko'ramiz. Barno. Kechir qizim.